Sallami bironta bilan gaplashib bo'lmaydi. Umuman telefon qilgansiz. Pulni olinglarmi? Ha, Turaga tutda ishlabsiz. Nima edi? Turaga 100 ming. Ularniki chiqaman, borasanlarni ularniki chiqaman hamma. Sani tutat chiqaman. Oy, og'zingni yig'ishtir, og'zingni hupiqma. Udalayman. Puxallarni yeyman, men boray. Puxni yeysan. O'g'lim endi katta ishlasa, mana Visol to'yxonasining orqasiga 2 sotuyli kottejlar qurilyotibdi. O'shalardan olsak, uydagi 100 yilliklarni olib bossam, men to'lovlarni qilsam, sen oyiga 4ta 5ta emas, 6 tadan tashlasang, 2 yilga qutulib ketsak. Uni ichiga suv, gaz, svet, hamma sharoiti bor. Men domla ham shuncha pul bo'lyapti. Undan ko'ra 2 sotuyli kottej olganing ma'qul emasmi, o'g'lim? Katta ishlab pullarni tashlab olam, haymi?